hozirgi kunda 80% odamlarni bir xil muammo qiynab keladi. Kredit muammosi. Yaqinda o'zimda bo'lgan voqea, yosh oila telefon qilib uy olmoqchiligini aytdi va puli yetmaydi, kreditga olmoqchi ekan. Kredit maslahat bermadim, lekin iloji uy olmasa bo'lmas ekan. Bir xona olib, keyin 2-3-4 xona qilishni maslahatini berdik, ancha gaplashdik, xayrlashdik. Bugungi kunda telefon qilib uyini sotayotganini va borib qarasak, 4 xona olgan va kredit to'lamagan, qarz muammo sotmasa bo'lmaydi. Bunaqa uylar juda ko'p, ko'pchilik kredit olib qo'yib to'la ola olmayapti. Puli bor biznesmenlarimiz ham qiynalishyapti. Oqibatida uysiz, pulsiz yana o'sha oldingi holatga va undan yomon achinarli holatga uchrab qolayotganlar juda ko'p. Yosh oilalarga nima maslahat berasiz? Qanaqa uydan boshlasin? Iloji bo'lmadi, uy olish kerakmi? Unda bir xona oladi. Yosh oila, farzandi yo'q, bor bo'lsa ham kichkina, yaxshisi bir xona oladi. Bir xona olgandan keyin to'lab 2, keyin 3, keyin 4 qilishi mumkin. Ketma-ketlikda qiladi. Boshqa iloji bo'lmagandan keyin shunaqa. Yana muammolarni keyingisi yana yaqinda yana o'zimizni mijozimiz shoshilib uy sotib, shoshilib bir joydan uy oldi. Birovda bir boshqa iloji qolmaganda. Endi nima bo'ldi desangiz, u shoshib sotgan mijozimiz hozir maktab, bog'cha, ishxona lokatsiyasiga borib kelishga juda qiynalyapti. Endi nima qilamiz degan savolga endi iloji yo'q. Agar farzandlar kichkina bo'lib, 11 yil maktabda o'qiydigan bo'lsa, ishxonasi yetillik savat bo'ladigan bo'lsa, joyida qiynalayotgan bo'lsa, kelib ketishligi iloji yo'q, sotadi va yana uy qaytib keladi. Shoshib, bemaslahat qilib qo'yayotgan mijozlar rosa ko'p. O'zligini o'rtoq tanish, bilish yoki boshqalar bilan maslahatlashib, xato qarorlar chiqarib, o'zini fikri bilan emas, boshqalarning fikri bilan noto'g'ri yechimlar va oqibatida juda katta kreditlar, juda katta noto'g'ri lokatsiyadan olishgan va juda achinarli holatlar, har xil holatlar bor. Uy mavzusida qiynalib yurgan insonlar juda ko'p. Maslahatim sizga ham, o'z umuman hammaga maslahat beraman. Ekspert bilan shu sohani odam bilan o'sha maslahatlashib ish qilgan yaxshiroq, to'g'riroq va o'shanda natijasi yaxshi bo'ladi. Boshqa Donor Hasanbayevich profiliga obuna bo'lmagan odamlarga nima deysiz? Nima deymiz? Obuna bo'lish kerak, maslahatlash kerak, maslahat ekan bemalol qo'ng'iroq qilsin, gaplashamiz. Uy-soat masalasida menga osonroq, tezroq, ko'proq yechim bera olaman. Boshqa rayonlarda ham xuddi shu konsultatsiya berishimiz mumkin. Faqat o'sha rayonni realtor bilan yoki o'sha makler bilan gaplashganingiz yaxshiroq. O'shanda ancha ishlar oson, tez, to'g'ri bo'ladi. Donor Hasanbayevich obuna bo'lish kerak. Amin, bo'ling.